أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli savoqdoshlar biz ilgirki soatlik darsimizda aldingi 3 darsimizda kitobning muqaddimasi oxirlashgan bo'ldi. 4-chi soatlik darsimizda kitobimizningki 1-chi bob qismi, ya'ni Al-Qur'on va ulumuhu degan mazmundan boshlab undan keyin Qur'on haqidagi tushunchalarga kelgan Qur'oni Karimningki ta'rifoti haqida to'xtalgan bo'ldik savoqdoshlar. Ve ondan başka Qur'oni Karimningki o'tmishimizni saqlash, o'tmishimizga bo'lgan ta'siri qanday bo'lib biz bu nuqtaga keldik, qanday bo'lib mavjudligimiz saqlandi qatorliq masalalar haqida biroz to'xtalgan bo'ldik. Bugungi darsimizning temasi, bugungi mazmunimizning temamizning mazmuni Al-Qur'on asasul islah ve sebebun nahda vel majd ve huve dustur el-muslimin. Qur'on islahatning asosi, gullanishning sababi ve büyüklükninki sebebi. Qur'on bo'lsa musulmonlarninki dasturi degan mazmunga keldik. Biz bir iman etgan ummat, millat bo'lishimiz bilan bu nuqtaga ishonamiz. Ya'ni bizning islohotimiz Qur'on bilan bo'ladi. Bizning gullanishimiz Qur'on bilan bo'ladi. Bizning izzatimiz Qur'on bilan bo'lgan va Qur'on bilan bo'ladi. Bundan keyinmi Qur'on bizning dasturimiz degan haqida qilchilik shubimiz yo'q. Ammo bir nokta, her bir o'quvchini, her bir din suyer, her bir vatan suyer, her bir millet suyer kishini o'ylantiradigan bir nokta qandoq degan bir savolga javob topish kerak. Oldimizda shunday bir haqiqat bor qarindoshlar. Bu haliqqa inkor qilolmaydigan haqiqat. Ya'ni Qur'on shundoq bir ummat yaratdiki, shundoq bir millat yaratdiki, bir yayloqdan chiqib qumluqdan chiqib bütün dunyoga hukmronlik qilgan, adolatni yaygan, adolatni tarqatgan, madaniyat yaratgan bir ummat barpo qildi Qur'on. Bu ummat hech qanday millat ayrimida tarixdan tortib, Rasululloh ketgandan tortib ta oxirgi xalifalik bo'lgan Osmonli yiqilgan chaqgacha bu ummatning huquqiy hisobda ba'zida Arab oldu, ba'zida Türk oldu, ba'zida Fars oldu. Yani mush nuqtalarning hammasi tarix bo'yicha qaraganimizda millat ayırmaydigan bir ummat barpo qildi. Adil ummat barpo qildi. Bu ummat 1000 yildan ortiq hukm surdi. Dunyoda boshqalar, dushmanlar beshini ko'tarib da tikilib qarayamaydigan bir ummat barpo qildi. Da Qur'on adolatni zaminga yaydi. Mazlumlarning hammasi sig'inadigan masalan bir makon hozirladi o'z vaqtida tarixni o'qisak bunga shohid. Buni biz davom qilsak, yani biz musulmon bo'lishimiz bilan da'vo qilmasakmi, o'rtada nihoyat oshkor bir ish. Islomning dushmanlaridan tortib buni e'tirof qiladi. Ammo hozir kitobda Abdur nim desa deson, kitobda Abdur nim desa deson bir reallik bor. U o'simi 100 yıldan bu yan, yani şu haliflik yıkılgandan bu yan Müslümanlar ondan kopamamadıdı. Müslümanlar özünün burunqi izzet şerifini tapamamadıdı. Tamam, Kur'an ötmüştü şunda qıptı. 1000 yıldan artıq tecrübemiz var. İnkar qılamaydigan bir hakikat emdi bugün ve kelgüsümüzni Kur'an arqılı qanday yaratamiz. Nazariy nuqtadan to'g'ri Qur'on bizni kelgusida isloh qiladi, kelgusida gullantiradi, kelgusidagi ishlarimiz Qur'onga bog'liq. Tamam, bu intayin to'g'ri bizning iymonimiz. Amaliy, tadbiqiy nuqtadan bu haqda har bir diniy o'quvchi, har bir Qur'on bilan shug'ullanaman degan, ahlul Qur'on, har bir tafsirli shulan shug'ullanaman degan kishi ummatni, millatni isloh qilaman deb harakat qilayotgan har bir odam bu haqda qanday qilish kerak, o'ylanish kerak. Ya'ni kayf haqida, prinsip jihatda emas. Prinsip jihatda biz uni sallamna Qur'onningki bizning islohotimizning asosi ekanligi,
gülleniş ulug'luqimizningki, izzetimizningki sabab ekanligida musallamma. Ammo qandoq qilib deydigan bir nuqta bor. Mushu nuqtaga kelgan vaqtida javob topolmayapti va javob topolmayapmiz. Endi biz javob tepish uchun qanday qilish kerak? Tirishish kerak. Bizning asosiy vazifamiz bu. Nazriviy nuqtalarni da'vagan bilan ummat, millat 10 yıl saqlaydı, 30 yıl saqlaydı, 50 yıl saqlaydı, bir asr saqlaydı. Belki bizninki şu xil kamchiliklarga yo'l qo'yishimiz, bu haqda tirishmasligimiz, bu haqda izlanmasligimiz ummatninki dindan chekинib ketishi, hatto bir butun chiqib ketishiga sabab bo'lib qolishi ham mumkin. Shunga matima anda oddiy munda o'qib qo'ydigan tema emas. Nazriviy nuqtadan iymonimizning turtkisida ashla bo'ladi deb itib qaradigan tema emas. Biz prinsip noktasını buna himayetimiz ama tatbiqlanish jihatda bizga bog'liq. Yani biz onu o'ylab tepishimiz kerak. Tatbiqlanish shakllarini tepishimiz kerak va amaliy hayotimizni tatbiqlashimiz kerak va ummat bunun sayesinde qana qilishi, gullanishi kerak. Qur'on o'z adolatini, Qur'on o'z kuchini zaminda qaytadan takrar ko'rsatish kerak. Bu bizning ustimizga tushgan vazifa. Kitobda tabii bunun nazariy qismi bayon qilinadi. Buna sallamna dedim ya, bunun amaliyat tatbiqiy qismi kelgan vaqtda yana vazifa kimga tushidi? Bizga tushidi. Abdur davatudu hamdi kanal Qur'anul Karim al-mash'al al-waqqat wal manar al-mudi yuniru li ajyal ummatina at-tariqa نحو المجد والرفعة والسعادة وقيادة الدنيا إلى الخير والحق. Güzel cümle. Kur'an-ı Kerim bir küyüvatkan meş'el idi deydi. İdiye dikkat kılın ha. Ve nurluk bir manar igiz yol görüstüş için belgilengen munağa okşaş, mescidden munalara okşaş. Bunu mu görüstüdü? Yani yuruk bir munar idi. Manarını munar dep çensek buludu, çırak dep çensek buludu. Çünkü burunqi zamanlarda yol farklandırış için igiz mesela şekilde muna şekillik ot yakıp koyduğu yerler var. Şunu manar dep koyumuz. Yani ot yakıp şunu qarab başlamağından mayak qo'xshash. Bulup Kur'an aşta idi, aşta bulup yuniru li ajyali ummatina bizning ummat avlodlari uchun yo'lni, yani izzat tarafga, nahval majd degani izzat tarafga, büyüklük, yükseklik demekçi. Ve saadet Uyg'urshadan bor bu gap. Ve dunyoni yaxshilikqa, haqiqat yetaklash tarafga qana qiladi? Bizning ummatimizning avlodlari uchun yo'lni nurlantirib turadi, yuritib turadi. Qur'on ashtati. Bal laqad kana al-Qur'an huwa allazi yurabbil umma 'ala al-anfad wa iba'id daym. Balki taxe Qur'on-i Kerim qandaqti desanglar, Qur'on-i Kerim dal huwa va kana al-Qur'an huwa allazi deb ma'laqi mubtada xabar ishkilasi ma'ruf bo'lib o'tirga damir fasli kep qalsa deydigan bir gaplarimiz bor nahvida. Bunun ifodasi mush tarjimada chiqish kerakda. Balki taxe Qur'on dal, ya'ni huvallazining ifodasi dal degandek bir ma'no ifodalaydi. Shu Qur'on bo'lsa degan ifoda, Qur'on bo'lsa ummatni g'urur, anfa degan gap g'urur va zulmga yoq deydigan bir prinsip, fikr ustiga tarbiyalaydigan bir tarbiyalaguvchi edi. Qur'on yanfahu fi afradiha. Qur'on shu ummatning afrodlariga zulm va chiriklikka qarshi turish ruhini singdirgan. Nafaha yanfahu asli pul degan ma'noda ya. Biz lug'atni aqtasak pul deb chiqadi, lekin mazmunlarning umumiy kelganiga qarab baxsangiz singdirish masalan, vujudiga singdirish degan ma'no chiqadi. Yani ummat afrodiga tamarrud ruhin, tamarrud degan qarshi turish degan gap, zulmga va chiriklikka qarshi turish ruhini qanday qilgan singdirgan. Va yadfa'ul umma ila sulukis sabilil mustaqim. Ummatni to'g'ri bo'lgan yo'lda mengishga qanday qiladigan, ishtiradigan. Ummatning to'g'ri yo'lda mengishiga turtki bo'ladigan mashta bir yetaklovchi edi. Laqad kana al-Qur'an huwa allazi mushaga bog'lanadi. Qur'on bizga nimda bu haqda
ta'limot urdi desang, eng aqallisi Qur'onning eng oddiy bo'ladigan ta'limoti qaysi? Innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. O zolimlarning ustidan g'olib kelib, zolimlarni yer bilan yakson qilib, bu buyuk maqom. Aqallisi, masalan, zolim kelib bizni buzaq qildi. Qarish to'g'ida kuchimiz olmadi. Qarish to'g'ida ashunning ostida izlab to'g'anlarnimi Qur'on kechirmaydi. Qur'on nim deydi? Nim deb fursat buladigan yerga berib, ularga qarshi tayyorlik qilib, qilmaysa, o'zini qutqazmaysa deydigan bir xitobni qiladi. Davotda qaranglar. İnnellezin tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Bu xil şekildeki izilge adamlarni voy Qur'on voy bichora demedi. Hem deydi o'ziga zulm qilgan adamlarni malaikalar janna olgan vaqtda deydi qaranglar. O'ziga zulm qilgan davotida adamlarni bichora demayotdi. Deydi ki fima kuntum nima shu odamlar sizlar nima shu olgan desa bular deydi ki voy kunna mustadafina fil ard biz degan ondoq bichora ma bir nuqta nima shart eskartib qo'yay. Yurtini haqqa tutqizib qo'yib, izzat nomusini haqqa tutqizib qo'yib, vatanini haqqa tutqizib qo'yib, haqning oldida voy biz degan mazlumlik deyish faqat bir to'g'ri ish emas. Buningdan biz xijillish kerak. Yerga kirib ketish kerak asli inson. O'zining g'ururi bilan qaytadan o'zining sharafini, zaminini, vatanini qaytarib olish bir irodasi bo'lishi kerak. Haqning oldida kunna mustadafina fil ard voy biz degan anda mazlum bu laqa Qur'onda mush ifodani qo'lnoqli qabul qilolmaydigan ahvol. Malaikalar shunda deydi-ki, alam takun ardullohi wasi'a. Mushu nima ifod bilamizlar? Allohning zamini kengir emasmidi degan gap boshqa qaytib chiqib ket deganlik mu emas. Mendeki masala shu. Turamsa ashta bir mazlum peti degan gap bu. Turamsa ashta mazlum peti. Kemur emas bu zemin. Fetuhaciru fiha. Başka basang beret mesela. Buldun qutulsan qutulup. Üzerinin işini qılmamsa degan gap bu. Fe ulaike. O xil şekilde izilengülük qilib. Başqalarının aldıda izilsimi o. Aşu xarlıqqa chidab ötken kişilerinki orni cehennem buludu. Bu cehennem vasaat masg'ira. Nahayeti yaman bir o'rindaydi. Qur'on eng aqalli nuqtada mushta bizga ta'lim berdi. O yo'q bayatindagidek zolimlarning adabini bilish. Ya bilan yakson qilish o bir yuqori daraja. Eng aqallisi izilma davotida. Zolimga qarshi turmasang, o'zingning jinining, o'zingning izzatini saqlaydigan bir holatga keldi davotida. Ma Qur'onning bizga beradigan eng aqalli ta'limoti. Va mahma taqaddama al-ayyam ve karratil layali külle qanchalik o'tsin. Külle qanchalik tekrar kelsin. Men ikkilisini külle deb tarjima qildim saboqdoshlar. Mahma taqaddamat al-ayyamdagi ayyam mu külle ma'nosida ve karrat al-layali degan layali mi külle. Shu arab tilida Leyla degan so'zni biz lug'atdan axtirib til o'rganayotgan vaqtimizda kecha deb qaraymiz. Amaliyotda leylni arablar normalda kunga ishlatadi shu. Kun sanashda masalan 5 kun o'tdi desa xamis layali deb manda ishlatadi. Shuna yerda ikki so'z orqa-orqadan keldi ya, buni kecha kunduzlar tekrar o'tsin deb qo'shib tarjima qilsak bo'ladi. Taqaddama o'tgan, karrat tekrar bo'lgandan keyin ikkisini birlashtirib mahma taqaddamatil ayyam va karratil layali qanchalik kunlar ayyam bilan layalini birlashtirib tarjima qilyapman. Qanchalik kunlar tekrar o'tsin. Taqaddamat o'tsin, karrat tekrar o'tsin. Fasayabqal Qur'anu malaz hadhihi al-umma. Qur'on mushu ummatninki panahlanadigan panagahi bo'lib davom qiladi. Fasayabqa davom qiladi. Tafza'u ilayhi fil azimmat. Ummat shu Qur'onga krizislarda iltijo qiladi. Krizislarda Qur'onning qashig'iga keladi. Faya'khudhu biyadiha. Qur'on ummatning qo'lini tutib yaxshilikqa, ilgirilashga, islohotga boradi. Va yublighuha. Yani Qur'on o ummatni saodatga yetkazadi. Yoki o ummatga saodatni yetkazadi. Majd
şeref, izzetini yetkizdi. Falah, nicatlıkni yetkizdi. Belki Kur'an xim xatarlarninki dehşeti aslida Mudelhama degan dehşetli zulmeti aslida xim xatarlar, xotub xim xatarlarninki mundaqalıqqa adatki normal xim xatar emas, ummat xarakterlik kelgan favqulodda ig'ir cho'ng ishlar var ya, ashla ishlarni nima deydi? Xotub deydi. Xim xatarlarninki dehşeti aslida undan boshqasini sivohu topolmaydigan birdan bir panagah bo'lib davom qiladi Qur'on. Yabqa davom qiladi, qolib qoladi degan ma'noda. Avazım normal mı savaqdaşlar? Bir savaqdaşımız avaz biraz normal emas deb shu yo'llabdi. Davom qilamiz. Enzalallahu ala abdihi ve rasulihi Muhammed ibn Abdullah hadal kitab. Allah subhanahu ve taala o'zining bandasi, o'zining rasuli Muhammed ibn Abdullahga bu kitobni tushadi. Liyahdiyan nasa ilal haqq. Kişilerini doğruğa yetaklaş üçün ve yuhricahum minel zulumat ile nur. Kişilerini zulmetten nurga çıkarış üçün ve yasluk bihim ulanı doğru yolga mağdırış üçün. Seleke aslı mangan bihimdeki be selekeni müteaddi gözgeritip mağdurudu da tercüme kılıyoruz. Ulanı doğru yolda mağdırış üçün. Şunun olan fekanet fihi. Fekanet vucidet ma'nosida. Vucidet barpo bo'ldi degan ma'noda. Hali kana haqida grammatikada o'qigan bo'lg'aytonlar, kananing tam kanalar va naqs kanalar va naqs kanalarda biz o'rgangan bo'ldi, undaq bo'ldi, mundaq bo'ldi degan ma'no tarjima qilinadi. Tam bo'lgan vaqtida shakllandi degan ma'no tarjima qilinadi. Fakanet fi shuning bilan shu Qur'onda deydi. Shu Qur'onda fihidiki hizmir fikri, ictimai, siyasi, iqtisadi, ruhi ve İslam cemiyeti şu asaslı turduğan ahlaki asasla Kur'an-ı Kerim'de qanday qildi şekillendi. Kur'an-ı Kerim'de bo'ldi, Kur'an-ı Kerim'de tepildi. Dedim ya vucidet, hadaset, zaharet degan xalqan şekilde şu kanunninki tam ma'nosiga to'g'ri keladigan ma'nolarda tarjima qilsanglar bo'ladi. Unda olgan ekan natija xulosalasak fa fi hadal kitabil karim. Chunki bu kitobda sog'lom to'g'ri aqida var. Bu sog'lom aqida deganda qanday tushunasizlar qarindoshlar? Bizning bir xato tushunib olgan bir taraflarimiz var. Mening ovozim mencha normal, mening mendagi signal yaxshi. Odatda ovozim normal olmaydigan bo'lib qolsa, mening qishimdami signalda nima bo'ladi, bir ta'sir bo'ladi. Ammo menda normal signal. Balkim sizlarning shaxsiy to'g'rilaringiz ish bo'lishi mumkin. Fa fi hada al-kitab al-karim, bu karim kitobda sog'lom aqida, mush aqidani qanday tushunasizlar? Aqidani bizning qarindoshlarimizning ba'zi ko'pincha hollarda mushu ba'zi detalashib qolgan bir masalalar var. Shularni aqida bilib olaylik. Aqida asli insonninki hayotga, dunyoga uning ustidiroq mushu hayotninki yaratquchisi insonninki kelib chiqishi va oxirlashish nuqtasiga qarata to'g'ri bo'lgan bir ko'z qarashi. Bu bir muhim nuqta. Masalan, musulmon inson bilan g'ayrimusulmon insonninki aqidadagi farqi, musulmon inson o'zini Allah subhanahu wa ta'ala yaratdi deb qaraydi. Bu aqidaning boshlang'ich nuqtasi. G'ayrimusulmoncha uqmaydi. U to'g'riliq bir fikri yo'q. Musulmon Allah yaratib jannatga kirgizgan, jannatdan chiqarilib zaminda yashadik. Zamin bir imtihon. Undan keyin o'lgandan keyin bizning yana boradigan u dunyomiz bor deb qaraydi. G'ayrimusulmon bu haqda hech fikri yo'q. Bu haqda o'ylaganimi ham yo'q. Dünya müştabir dünya. Dadamdan, anamdan to'g'ildim, o'lib ketman, tugayman. Qaranglar, men ikkisini o'tirgan favqulodda cho'ng farq. Chunki mushu kichikgina bir qarash. Men kichikgina deganim masalaning kichikligi emas, balki tilg'ilinishda. Da qarmoqqa kichikdek tuyulgan bu qarash insonning hayotdagi butun ishlarini o'zgartirdi.
Her bir soluk, iş faaliyeti, gep sözü, nişane, muamelesi başkalarıyla kılın. Hemmini özgerdi. Del Kur'an bu sağlam bir şekilde akidini Kur'an otur koygan. Tamam. Öyle bakınlar. Bugün Kur'an oturdu bulmuşsun. Kur'an düşmügen bolsun. Siz bizle hayatımızga qanday baha beramiz? Nim dep ta'birimiz hayatımızga? Biz kim dep ta'birimiz? Nim deymiz? Şu to'g'ildik, ölümüz dep ta'birimiz. Başka iş yok. Bundan artık gunguluk olmaz insana nispeten. Bundan artık iş sıkılış olmaz. Şuna qarasaňlar, insan adaty normalda insanyňki insany ihtiyacı bek tiz kanadyço. Bugün iqtisadi jihatda qiyinçylyklap hem ölen vay degen bilen azrak bir näse tapsak, mesela iqtisadi qiyinçylyklarymyz hal bolup kalsa, tügeydi o ihtiyaç. Yaydygyny, kiydigini çeklik insanyňki. Ondan kin insanyň ruhiyetinde ajaýyp bir namratlyk görünüdi ki, ana saglam aqidesi bolmagan, bayat men degen şekilde aqidesi bolmagan insanlarda ajaýyp bir namratlyk toguludy ki, bununki en yaman akıbeti dünyanı buzuşqa bardı. En addisi üzünü öldürülüşqa bardı. Dikkat kılsaňlar, bazı terakki kılgan maddi ihtiyacı hal bolgan bazı bir döwletler var, bazı bir milletler var. Karasaňlar, dini okamda ölüveriş, dünyadaki ölüveriş nispeti en köp. Yani bunu en addi dişinin sebebi bu üzülallan boldu kıldık Allah. Şu üze dünyada alakı, yani deyimiz hem dünyaga nispeten tam tuluk karaşı, toğru karaşı olmagandan keyin özüň näden kelip näke gidýanlygyny ukmagandan keyin kanday kıldy? Bunu bunu qyp bakdy dedim ya, insanyňki insany ihtiýaçy çeklik derhal kanydy. Ondan keyinki hayat onuň nispeten fawqulada zirkişlik tuyuldy. Özüne öldürülüş arkaly bu zirkişlik hayatdan qutuluşyny oýlaýdy. Bu ahwal dünýäglam qarap baksaňlar bolady. Bunun çoňu näme desaňlar, çoňu dünyadaki insani ihtiyacı kınıp bolgandan keyinki hayatydaky zirkişlikni başkalarga zulüm seliş, başkalarny iziş arkaly qandaydy aşa ihtiýaçyny. Zirkişlikni a şekilde tüzeydi. Şahs karakterlik, döwlet karakterlik bolatgan ahwallar Müslüman bolmagan döwletlerninki ahwaly qarap bakýanlar. Tarihten buyan Müslüman döwletlerine ahwaly qarap bakýanlar. Müslüman döwletler her kança terakki kılıp iqtisadi jihatda, harbiy jihatda, güç jihatda qyp gelsin, başkalarga zulüm saganyny hazır kadar anlamadyk. Müslüman döwletler fethi kılgan her bir zeminni güllendirdi ki, yani sümürmedi mesela. Amma gayrimüslim döwletler örnek şekilde dünyada pat kanaq durdu, güçlenip durdu, iqtisadi jihatda, harbiy jihatda. Şu Müslüman bolmagan döwletlerninki harbiy jihatda güçlengenden keyinki qygynga qarap bakýanlar, andaki Müslüman döwletler bilen Müslüman emas döwletlerninki, Müslüman şahslar bilen Müslüman emas şahslarninki insani ihtiýaçy qanyp bolgandan keyinki qylygyny şu wagtda görürsler. Mana bu oturdaki sağlam aqideninki közetken täsirinin ameli köz aldığımızdaki ifadelerden birisi. Dünyada Sovet İttifaqı en güçlü döwletke aylandı. Otur Asya'da qygynny körümüz, ködok ve körüwatymyz, bundan keyin körümüz. Avrupa döwletleri güçlendi. Bularınki mesela Fransiya desek, Aljeriyada, Tunus'ta ve başka Marrakeş'lerde qygynny biz tarihte ködok dahi. Yakınki bir 40-50 yıl aldıdaki tarih dahi. İtaliya'mı şu, Angliýa'mı şu terakki kıldı, iqtisadi harbiy jihat terakki kıldı. Başkalarga qygynny ködok. Bugün günde mesela Amerikaga okşaş döwletlerinki qılgynny körüwatymyz. Ma bugün nöwet Amerikaga keldi. Ve bundan keyin Xitayga kelişi mümkin. Xitay dünýäde birinji derejeli güçke aylangandan keyin dünýäge nimelerni sundyganlygyny pat arada dünýä külüp kalady. Bizning agahlandyrylışymyz şu wagtda kana kalady. İşine de hazır işinen meýdanda hazır. Demek sağlam akide meselesi bu addi mesele emas. Bir şahıs ve bir döwlet, bir millet, bir ummet karakterlik ya ijabiy täsir göstərdi, ya ki selbiy täsir göstərdi. Birlam ideýa. Şuňaşqa hadislerde bir la ilahe illallah depege adamning jannatga kirişinin sebebi bu. Addi gep emas. Meni Allah yaratdı. Men Allah'tan başkaga boysunmayma. Ölgenden keyin Allah tarafiga qaytma degan bir ideýa dünyada o kadar çoň işlerini täwret edildi. Şahs karakterlik ýa döwlet karakterlik. Şuňaşqa bir la ilahe illallah'nınki insanyny jannatga aparalyşynyň sebebi bu. Bir la ilahe illallah, bir muşa aqide
Yaman köp narsalarni o'zgartirdi yuqorida degandek. Biroz tema kamib ketgan bo'lsa, men bunday digishlik gap bo'lg'achqa deb qo'ydim sadoqdoshlar vaqtinglarni olib. Ya'ni fa fi hadal kitab bu kitobda sog'lom, to'g'ri bo'lgan aqida borki, insonga eng büyük mushkulasi hal qilib bergan. U mushkul büyük mushkula qaysi? A'zamu mushkula. Her daim talihhu ala vijdanihi. Şu insanın vicdanında daim takılıp durdu. Nimlerdir tövendeki sualını aks etip, insanın kalısı her daim durduğun bir sual var, bir müşkül var, muşu müşkülünüz Kur'an kana kılgan, sağlam akide arkalı kılgan. O sual olsun mu kaysa, nimiş yaratıldım. Teğen ma kitap nimiş yaratıldım da, kepto, men bayatın digerlerim, men kanda hop yaratıldım. Kim men deydiğin bir sual var. Nimiş kısmın aldı da, nim bo'lib qanday qilib yaratilib qoldim? Nim bo'lib inson bo'lib tug'ilib davom qilaman deydigan bir savol keldi. Mujnunga Qur'on javob beradi. Nadim kelganlik nagordiganligiga. Nima uchun yaratildim degan savolga va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson bilan jinning dunyodagi vazifasi Allohning ziminda uyg'unlashtirmoqchi, tatbiqlamoqchi bo'lgan qonun qoidalarini, ahkomlarini tatbiqlash, shu orqali ibodat shaklida tatbiqlash. Liya'budun degani shu. Qanaqdir ibodat liya'budun desa bu masjiddan chiqmay yoki roza namoz bu nuqtalar emas-a. Ya'ni ziminda Allohning temsilchisi bo'lish degan gap yani. Allohning temsilchisi bo'lish ziminda Alloh iroda qilgan nuqtalarni tatbiqlash, uyg'ulash demakchi. Va wada'at hadhihi al-aqida, musha aqidamda inson, koinot, hayotga alohida bir qarashni o'tirib qo'ygan deydi. Qanday qarashu desa, masalan bu dunyo Allohning yaratishidan. Innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah har qanday ishni qilmoqchi bo'lsa, bo'l deydi, bo'ladi. Allazi xalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi xalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur thumma irji'al basara karratayn yanqalib ilayka al basaru khasi'a wa huwa hazir. Mush oyatlarning hammasidagi umum mazmun Allah subhanahu wa ta'alaninki zaminni, osmon zaminni yaratganlik din bosh narsa emas. Falaysa al-kawn aduwan lil insan. Yani kainat, dünya insana düşman emas. Velaysat at-tabi'a hasmallah. İnsanın tabiatı, etraftaki tabiat insanın raqibi emas ki, insan onu olan her daim qana qiladigan, elişidigan ve onu yengadigan bu şekildeki nima emas, düşman emas. Faqatlam tabiat Allah'ның mahluqidan. O tabiat dost. Zimin insonga muzallala bo'ysundirilgan, zimindagi barliq narsa Allohning mahluqi. Vallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Yoki mahluqlar degani inson uchun yaratilgan. Xalaqa lakum ma fil ardi, mush oyatning hammasida hammani Alloh kim uchun yaratdi? Inson uchun yaratdi degan mazmun. Va qarrara al-Qur'on. Qur'on shuni muqarrarlashtirdiki, kishilar erdan ayoldan yaratilgan, turlik millatlarga tarqatilgan, o'zaro litataaraf tunishish uchun. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin va untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Mush şekilde Allah subhanahu wa ta'ala bu prinsipni qo'ygan. İnsan Allah'ның mahluqatlaridan bir mahluq, aslisi tuproq. Vallahu khalaqakum min turab. İnsan yusharikul hayvan bi anwa'ihi fi kathir min sifatihi wa aghrazihi. İnsan hayvanlar bilan şu hayvanların türleri hemmesi bilen süpetlerinin nurgullarında, tabiatlarının nurgullarında ortaklaşıdı. Hayvanlarda bazı süpet insandan bazı nurgun süpetlerde. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Meyli ziminde menvatkan hayvanlar olsun, ya ki uçuvatkan kuşlar olsun, hemmesi sizlerge okşaş milletler. وَلَكِنَّهُ مُكَرَّمْ. Ama insan hürmetlik. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Ve en güzel revişte yaratıldı. Hulika fi ahsene takvim. Yani laqad halaqnal insana fi ahsene takvim. Ve nas mutasavvun, kişilerin hamısı okşaş. Ve la yetefadalun illa bit taqva. Fakat taqvalı olan özara farqlanır. İnne akramakum indallahi atqakum. Vel hayatud dunya. Dünya hayatı olsa ahiretke mağdığan bir yol. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Yani ayol qanday olsun, ayol olsun, yaxshi ishlarni qilgan odamlar iymon aytib turib,
Allah ularni jannatga kirgizdi. Qilchilik zulm qilinmaydi. Fazuqu bima nasitum liqa yawmikum hada. Mushu kunni unutib qolganliklaringning qarshiligida tetinglar endi. Inna nasinakum. Biz musulmon bo'lgan asli unutib qolgandek tashlab qo'yamiz. Fazuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun. Endi qilgan ishinglar sababli mangulik azobni tetinglar. Mushlarning hammasi Qur'on o'tirib qo'ygan aqidalar. Yana va qarraral Qur'on sog'lom aqidani Allah haqida. Allah kim? Allah'ның malaikalar haqida, malaikalar degan qanday maxluqlar va kutubihi Allah'ның kitobi qanday kitoblar va rusulihi Allah'ның elchilari degan qanday elchilar va yawmul oxir oxirat kunisi haqida sog'lom aqidani muqarrar bizning kallamizda ma'lumot bor bu to'g'risida. Bir odam kelib malaikalar kim deb javob bermaymiz, kitoblar kim deb javob bermaymiz, rasul kim? Ammo musulmon bo'lmagan insonlarning kallasida bu haqda qilchilik nima yo'q, ma'lumot yo'q. Alloh subhanahu va taolo bir Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bu Alloh haqidagi bizning qarashimiz shu. Qul huvallohu vallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah haqidagi ko'z qarashimiz. Law kana fihima alihatun illallohu la fasadata. Ziminda qancha iloh bor bu haqdagi ko'z qarashimiz. Endi kimki iymon arkonlaridan biriga inkor qilsa, biz bayatdan degan shu kitob, malaika, rusul, oxirat kunisi degandek arkonlarning birini inkor qilsa, u odam kofir bo'ldi. Va may yakfur billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxir faqad dalla dalalan ba'ida. Bu bizning prinsipimiz. Val ba'thu haqqun atin la rayba fi. Tirilish haqiqatdir, kelayotidi, shak yo'q. Bu Allohga nihoyat nima oson. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Bundan başqa ma aqidlərin başqa tərəfləri. Ma yuqarıda toxtmay aqid sözləvatımız. Muşaqda Qur'an bizə nimbədi? Tuluq məlumatlarını bədi. Və fi hazal kitabil kerim bu isil kitab diyana ruhi tüzülmünün asasları bulup insanga deydi. İnsanın zatının yerimini üzlüksüz uzuq bilan ta'minlaydi. İnsanın jismoniyati va bunun bir uzuqlik kerak va insonning ruhiyati kerak. Bunun ruhiyati va bunun bir uzuqlik kerak. Qur'on dal mushu xil ruhiy uzuqni Qur'on ta'minlaydi. Yatamassal bu xil ruhiy uzuq Allohni ibodat qilish, Allohni aslash, Allohga bog'lanish bilan qana qilinadi, shaklda ifodalanadi. Chunki oyatda davom etadi mana va iza sa'alaka ibadi bandlarim men haqqimda sizni so'rab qolsa fa inni qarib men o qadar yaqin duo qiluvchining duosini duo qilgan vaqt ijobat qilaman. Undan keyin menga ular ma'qul desin, menga iymon etsin, la'allahum yarshudun to'g'ri yo'lni shu vaqtda topa olishi mumkin. Fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Bu oyatlarning hammasi bizdagi ruhiy tarafninki uzuqini bizga ta'minlaydi. Ya'ni bu kitobda Qur'oni Karimda axloqiy tuzilmaning asoslari borki, buyuk axloqiy tuzilmaning asoslari borki, islom olib kelgan. Masalan, axloqiy tuzilma degani islom insonga bir yashash prinsipi turg'izdi. Bu yashash prinsipida xuddi Budda rohiblarga o'xshash insoniy nafsning tabiatini qana qilmadi, ko'z yumolmadi, falam yatajahal degan gap uni bilmaslikka sabab. Insonning tabiati tatadigan bütün ishlarda insonga muvofiq bir shaklda yo'l bekitdi. İnsan qilmasa olmaydigan ishlarga yo'l qo'ydi. İnsanning tabiatini qana qildi, nazarga oldi degan gap. Valakin biroq shu vaqtning o'zida mushu nafsni, inson nafsini falsafchilar va islohotchilarning nurg'unlariga yiroq ko'rinadigan, yiroq nishon ko'rinadigan bir namunini ro'yobga chiqaradigan yaga olib keldi. Degani eng yuksak bir maqomga olib keldi. Masalan, endi tarixda Qur'on bilan tarbiyalanib, o qadar buyuk ishlar qilgan kishilar nihoyat ko'p. Men bir nuqtaga diqqat qilaman, shu nuqtada Qur'on insonning axloqiy nuqtada butun qo'yatmaklik, xalqning qildi. Va qilmaysa deb insonning tabiati tatadigan ishlardan bir butunini cheklamaklik. Qana qiliqlik desanglar, bir ramkaning ichiga xuddi poyuz mağdigan rilis var ya, şu rilis timirini to'g'izliq tamam, tabiating taqozo qilgan bo'yicha mangsa
yo'ldan qana qilmaysa chiqmaysa. Bu şekilde bir sistem, bir tuzilma Qur'oni Karimda bor, mavjud. Qur'onga ergashganlar bu sistemga avtomatik holatda qana qiladi, tushidi. Faqat da'a ila makarimil axloq. Qur'on eng go'zal axloqlarga chaqirdi. Yaman söz ve iş hareketlerden kanakıl agahlandırdı. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki innallaha ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba. Allah adli ihsana buyuruydu. Yıkıllağa bir nesi bir işki kanakılıdı buyuruydu. Ve yaman işlerden fahşa degan yaman ishlar, munkar, bag'iy, tajovuzlik, haddan oshgan ishlarni to'sudi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sizlarga vaz-nasihat qilyotidi, balkim sizlar shu orqali vaz-nasihat qabul qilishingiz uchun. Oyatlar hammasi insonningki hayotdagi axloq o'lchami bekitadigan oyatlar. Kinki oyatmi shu? قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Qarasanglar, insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasi alla tushriku bihi shay'an. Ota-onasi bilan bo'lgan aloqasi va bil validayni ihsana. Bolalar bilan bo'lgan aloqasi va la taqtulu awladakum min imlaq. Andan hayot qo'ygan baqishlari nahnu narzuqukum va iyyahum. İnsanın hayatta aç göz qilmaydigan bir ifoda mavjud, ma aqida. Chunki Alloh rizqini bir degan inson yomon yo'lga chiqmaydi. O'zim topma degandan keyin Allah vosita tanlamasdan qiladi uni. Va la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batqan. Oshkor yushun yomon ishlardan yiroqlashadi masalan. Va la taqtulun nafsallati harrama illa bil haqq. Boshqalar bilan bo'lgan jon bexatarlik masalasi. Boshqalarning jonininki bexatarligining kafolati bo'lishi. Zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Va la taqrabu malal yatim. En aciz kishilarninki pul mollariga yaqinlashmaslik. Diqqat qilma nuqtaga. Va awful kayla wal mizana bil qist. Boshqalar bilan elim bir muomalada adolat tug'izish. Başlarının hakkıga kirmeslik mesela. La nukallifu nefsen illa vus'aha. İnsan bazı turup üzün zorlap kaldığı aşlağı kılsa. Yak. Allah insanı kudret yediğine teklif kılıdı. Ve izâ kultum fa'adilûn. Başkalarına gep söz, muamele, baha bir işlerde adaletlik buluş. Ve lev kâne zâ kurba. Tukunumuz olsun mu? Bazı işlere baha bir işte en güzel baha bir iş. Ve bi ahdillahi evfu. Zâlikum vessâkum bihi leallekum tezekkerun. Qarasang yuqoridagi oyat men to'liq tarjima qilmadim ya, mazmunlarini xulosaladim. İnsanning hayotdagi butun aloqasini mana axloqiy tuzilma orqali qanday qiladi belgilaydi. Hadihil axloq, mana bu axloqlar allati da'a ilayhil Qur'on. Qur'on chaqirayotgan bu axloqlar ijobiy axloqlar va amaliy, keng ko'lamlik bo'lgan axloqlardir. Undan boshqa bu Karim kitobda ijtimoiy tuzilmaning asosi borki, jamiyatni şəxsine, fərd degan şəxs və cəmiyyətini mükəmməl bir şəkildə kirgizidi ki, birisi yeni biriga zulm qilmaydigan. Şəxs cəmiyyətə zulm qilmaydigan, cəmiyyət şəxsə zulm qilmaydigan. Vəllazi yuqimul mujtama. Anda bir tuzilmi ki, cəmiyyətni ala usasl adala, adalet asasida turg'izidi və ijtimoiy kafolat asasida turg'izidi. Barabarlik asasida turg'izdi va tarahum o'zaro rahim shafqat qilish asosida turg'izdi va taawun yordam asosida turg'izdi. Vallazi yuhaddidu al-qawaid al-amma fi qadaya al-muamala. Yani bu tuzum, yani bu axloqiy, bu sistem yoki bu tuzilma muomalat masalalarida umumiy qoidalarni qana qiladi, bekitadi. Nimalardan iborat desa, tijorat, qarz, savdo, mudayene elim verme ondan başka. Yani hayat ununsuz normal mağmaydıgan nurgun kaideler var. Şu kaidelerden birisi. Ondan başka ve fi hadal kitabul kerim, bu isil kitapta iktisadi tüzülmenin asasları var ki monopol kılıç, istiqlal degen payını veriş, zulüm kılıç, tecavüz kılıçını haram kılıdı. Kupayalınış bunda yeterli ve adalet mesela ve rifahiye paravallıqı kapalatlı kılıdı. Ve fi hadal kitab, bu kitapta siyasi tüzülmeninki asasi prensipleri bağ bulup İslam devleti şu asasda mevcut durdu. Nemege tayinip desanlar, şuraga tayinip, adaletke tayinip, barabarlikke tayinip, haqqni haqiqat şekilde ortaga chiqarish, batılni batıl qilishga tayinip, muşu devletninki nişanı bolsa İslamning belgelerini to'g'izish, İslamni zimində tarqitishga xizmat qilish. Ellezine in mekkennahum fil ard aqamus salat ve atuz zakat
وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Bu İslam'daki siyaset tüzümününki asaslık nişanlarından birisi. Ve hekeze. Ahırısqa xulasıqa keldik sağlıqdaşlar. Mana muşununğa oxşaş. Yuqarıdakidek Qur'an muşu prinsiplarning, muşu asaslarning hazil usas, bu asaslarning hammini öz ichiga oladigan, havo degan gap öz ichiga oladigan bir dastur. Wa qad asbatatil ayyam kulla va tajarub tajribalar shuni isbotladiki, shuni isbotladiki, Qur'on her zaman her makonga yaraydigan bir dastur. Qur'oni Karimning ahkomlari hayat kesellerining eng unumlik nimasi? Doğrusu, davolash doğrusu. Bunun ixtilof yo'q, buningda tanaquz yo'q. Allah aytdiki, Rasul aytdiki, "Walau kana min indi g'ayrillahi." Allohdan boshqasidan qashdan kelgan bo'lsa bu Qur'on, la wajadu fihi ixtilafan kathira. Qur'onda nurg'un ixtiloflarni bayqaytdi. Inna hadal Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam. Ma Qur'on en to'g'rog'iga yetaklaydi va yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Demek hem de Qur'onning bu ma'lumotlarini bir nazariya shaklda qisqacha ko'rib o'tdik savoqdoshlar. Va minal mufid an nushira, biz shuningga ishorat qilib o'tishda foyda bor. Yani annal Qur'onning dastur bo'lish hukmi bilan, bizning dasturimiz bo'lish hukmi bilan faqat varadat ayatuhu, Qur'onning oyatlari nurg'un urullarda ixcham shaklda kelganlik. Va qad tarakat kathiran min at-tafasil juz'iyya lis-sunnah. Nurg'un tafsilotlarni, juz'iy masalan parcha ichki ahvollarni hadisga tashlab qo'ydi. Masalan, namoz haqida kelganlik, namozning rakat soni, masalan, qancha vaqt namoz o'qiymiz, bu hadisninki. Onun ustiga Qur'oni Karim ba'zi muhim ishlarda tafsilotlarni, endi muhim ishlar tafsilotini so'zlaydi, da talash, naza, ixtilofni qana qilish kesish uchun. Onun ustiga bu o'zgarmas ishlar, masalan, miras Adem alayhissalomdan ta qiyomatga qadar o'zgarmaydigan bir masala. Buni Qur'on tafsili bayon qilganlik. Agar Qur'on bayon qilmay boshqa nuqtalar qolib qolgan bo'lsa, balki ixtilof chiqib ketishi mumkin. Shunga mirosda ixtilof yo'q. Ayollar o'tirishdagi o'zaro birisiga la'nat etish ahvollari va ba'zi bir ahvollarga duchor bo'lib qoladi. Buning ayrim bir tafsiloti bor fiqhda. Taloq va shunga o'xshagan ishlar va bularni Qur'on tafsili bayon qilganlik. Nimishqa desa, islom jamiyatida bo'linishga o'rin qo'yib qo'ymasin uchun bunday ishlarni tafsili qanaqalig'lar bayon qilganlik Qur'on. Bu nuqtalar kallamizda nim bo'lsin, aniq bo'lsin. Andakin Qur'oni Karimninki bayon va fikrga ko'rsatgan ta'siriga qarasak, bayon degani adabiyot demakchi, tildagi balog'at qism, fikr degani insonning fikr tafakkur nuqtasi. Anglayla qana avtor nim deydi: "Va kana al-mustawa ar-rafi alladhi balaghahu al-Qur'an fil bayon." Yani balog'atdagi, adabiyotdagi Qur'on yetgan eng buyuk mustawa bo'lsa, shundoq bir namuna. Masalan degani bir namunaki boshqalar uningga ergishadigan, yuhtaza deganga boshqalar uningga ergishadigan, ya'ni arab adiblariga nisbatan va uning balog'atchilariga nisbatan. Shunday bo'lganda Qur'onning oyatlari u adiblarning uslublarini shundoq bir buyuk gullanishga sabab bo'lgan deydi. Gullantirishga sabab bo'lgan. Ya'ni shundoqla musulmonlarningki Qur'on oyatlarini kechining soatlari, kunduz taraflarida tilovat qilishining Arab adabiyoti, Arab balog'atining taraqqiyot qilishiga nihoyatda katta, ko'p nimasi bo'lgan, ta'sir bo'lgan. Bu nuqtani bizdan emas, din dushmanlari qanday qiladi, e'tirof qilgan nuqta. Ammo Qur'oni Karimninki fikrdagi ta'siriga kelsak, Qur'oni Karimninki ro'shan oyatlari insoniyatga, madaniyatga taraqqiyotni olib keladigan, yaudu bit taqaddum degani taraqqiyotni olib keladigan, rafahiya paravollikni olib keladigan, saodatni olib keladigan butun ishlarda fi kulli ma yaud, mush ada yaudu bilan kelib keyingi bir narsa kelsa ni olib keladigan degan ma'noda. Shuni qay tarjima qilsam, ammo Qur'oni Karimning fikridagi ta'siri bo'lsa, Qur'oni Karimning ro'shan oyatlari insoniyatga, madaniyatga taraqqiyotni
paravallıqni, saadetni ep keladigan bütün işlarda en olduda. Sebbaqa degan gap en olduda. وَمَا خَلَتْ حَرْكَةٌ زَهَرَتْ بَعْدَهُ مِنَ التَّأَثُّرِ بِذُرَهِ السَّامِقَةِ. Yani her qandaq bir hareket, gülünüş hareketleri bolsa, şu din keyin deydi, şu zaharat min ba'di, şu Qur'an din keyin oturup çıkan her qandaq hareket olsa, zaharat min ba'dihi min at-ta'assur. Her qandaq Qur'an din keyin oturup çıkan her qandaq bir hareket Qur'anның büyük, yüksek bir tarafları bilen ta'sirlanishdan xoli qilib qolmoqlik. Har qanday harakatda mutlaqo Qur'onning bir nimasi bor, ta'siri bor. Va awaddu an akhtuma hada al-fasl. Men bu faslini ustoz Zurqoniyninki gapi bilan xulosalashni, oxirlashtirishni yaxshi ko'rdim. Ustoz Zurqoniy deydi-ki bu haqda u, ya'ni Qur'on avvalan va oxiran ilgirkin dunyoning shaklini o'zgartgan bir kuch, memleketlerinin çek-çigirlerini yötküyotgan bir güç, tarixning eqishini o'zgartayotgan bir güç ve azgan insaniyetini qutqazgan bir güç. Xuddi o insaniyet yenidən yaratılgandek. Şu en ahirida bo'lgan darsimizni musha to'xtatamiz. Darsning en ahir qismida men shuni deyman ki, agar biz qaytadan bosh ko'tarmoqchi bo'lsak, yeni bir millat bo'lib yaratilmoqchi bo'lsak, ilgari insaniyet qanday bir şekilde qutulgan bolsa, qanday bir şekilde ıslah olgan bolsa, qanday olup yeni ummet olup ortaga çıkkan bolsa ve şu nima orqali ortaga çıkkan bolsa, bizmi şu vositani qo'llanishga majbur, undan boshqa amalimiz yo'q, chunki bizning taqdirimiz bu. Tushungan tushunchamiz bu. Bundan boshqa bizning asla chiqish yo'limiz yo'q. Shuning bilan bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.